Yopgan nondan boshqa ishtamaydi bo'lmasa, qanaqa mazali nonushtani tayyorlashni o'rgataman. Nonni pichoq bilan o'rtasini ochib olamiz. Kolbasalarimizni qovurib olamiz. Nonimizga tayyor bo'lgan kolbasamizni qo'yib olamiz. Va albatta sil qo'yishni ham unutmaymiz. Va 2 daqiqaga tosterga qo'yamiz. Bu tosterimiz yaxshi tarafi oldi ham orqasi ham yaxshi ko'tariladi. Mana bolajonlarimiz uchun qarsildoq buterbrodimiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni olib, mazasiga baho bersak ham bo'ladi. Ichini ko'rsatib qo'y. Qattiq. Mana qarsildoq buterbrodlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bu buterbrodlarni siz bemalol uy sharoitida bizni tosterimiz orqali tayyorlashingiz mumkin.